Bugun sizlarga norin qilishni o'rgataman. Sir asrorlari bilan birga. Ingredients, короче, bizga birinchi o'rinda qazi kerak bo'ladi. Mant qozonimda tovoqchasi anchagina kattaroqda, o'shaning ichiga 3 soat qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Sho'rvasidan ozgina sovutib, xamirini qilib tashlaymiz. Ikkita tuxumdan kelinim bir pasda xamirlarni qilib tashadi, qattiqqina qilib. Kichkinagina o'xlovchida shunaqa katta xamirlarni yoyib, o'xlovga ichim chiqmaganda oxiri qo'llarimda o'ynatib aylantirib tashladim. Короче, xamirimiz tayyor. Xamirimiz qattiqqina bo'lgani uchun uncha un sepmasdan yoyib tashladim men. Mantiga kesamiz-ku, xuddi shunaqa faqat katta to'rtburchak shapaloqdek qilib kesib, qaynatishga tayyorlab qo'yamiz. Qazini pishirishni yo'lini o'rgatay sizlarga. Past olovda 3 soat pishish kerak. Hech qachon keyin qazini teshmanglar, chunki hamma joyi chiqib, osilib dabdalashib ketadi. Qazi qaynagan suvda shunaqa xamirchalarimizni sal qotirganimizdan keyin birroq pishiramiz. Qopqog'ini yopasizlar, shunday ko'tarilib chiqishi bilan strazu suzib olamiz. Ko'p qaynatib yormanglar xamirni, ezilib ketadi chunki. Ekin xamirlarda ham ko'p qoplashamaslik kerak. Tur tashladim men. Pishib chiqqan xamirchalarimizni chiroyli qilib dasturxonlarda to'shaysizlar va o'sha dasturxonlarni ustiga chiroyli qilib yoyib chiqasizlar. Voy, biram issig'i, qo'lchalarim kuyib ketdi bor-ku. O'sha dasturxonning ustida yoyilgan holda sovish kerak xamirlarimiz. To'g'risi men o'zim ham norinda as bilmayman. Agar biron joyda xatoliklarim bo'lgan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib ketinglar, xafa bo'lish yo'q. Dasturxonda ustidagi sovigan xamirlarimizni shunday tovoqning ichiga solamizda. Endi gapni eshitinglar. Moy surkab chiqish kerak. Men moyimda birinchi kartoshka qovurib oldim. Sal ozginagina piyoz qovurib olsalaring ham bo'ladi. Xamirga o'zgacha maza beradi keyin shu moylaringiz. Oddiy moy surkasalaring unaqa zo'r chiqmaydi. O'shaning uchun birinchi ozroqgina kartoshka ila aytganimdek katta piyozlarni to'g'rab, moyga shiratan bergandan keyin xamirlarga shunaqa arqama-ketin ustma-ust qo'yib, bitta bir 5 ta xamirni moylab shunaqa 3 ga bo'lib chiqdim men, kesishga oson bo'lishi uchun. Tomdan pichoq shapillatib tushganda bir pasda o'tkirlashga tushib ketdim, xamirimni kesishga oson bo'lishi uchun. Qo'ldan kelgancha maydalab kesish kerak xamirni. Moy surkaganimiz uchun bir-biriga yopishmaydi xamirlar. Xamirini o'zini yesa ham bay shunaqa zo'r. Endi qazini suviga pishgan-ku sho'rtoqqina. Indan keyin do'stlar, qazi pishgandan keyin men 1 soatga xolodilnikka olib qo'ydim. Kesilishi osonroq bo'ladi. Sovigan sal xolodilnikda turgan go'sht. Shunaqa maydalab to'g'rab chiqamiz, xamirga o'xshatib. Xamirimiz уже kesilgan, tayyor. Go'shtlarni, qazilarni xamirchalarni ustidan tashab, yaxshilab aralashtirish kerak. Men sho'rvasiga zira solganim yo'q, chunki qazining ichida zira bor edi. O'shaning uchun hozir mana ozgina qo'limga zira qo'yib, yaxshilab ezib, xamirga aralashtirib yordim. Dasturxonlarimizni bezatib, bo'lganimizdan keyin palavinkamga chaqirdim. Obdon maqtab, mazza qilib yeyishdik hammamiz. Do'stlar, yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar. Videoga sig'may qolgan joylarimni hammasini storyga qo'yib boraman. Storyda ham meni kuzatib boring.